Xo'p, yigitlar, shoh tayyormi? Tayyormisizlar yigitlar? Boshlaymizmi? O'tirgan bo'lasiz. Musiqani ber. Ha. Ha, yigitlar. Alo. Nima? To'xta! Ne oldu bey? Qanaqa sertifikat hozir repetitsiyadaman. Nima-yu? Aka, ro'zg'or qilishim kerak. Hali oxirgi reys avtobusga yetib olishim kerak, aka. Vaqtim yo'q. Keyin gapiramiz. Ha, Alijon aka. Tinchlikmi? Nima gap? Aholini ro'yxatga olish kerak. Qanaqa ro'yxatda? Sertifikat deyapti. Nima vaqtim yo'q deysiz? Ko'pchilik tushunmayapti-da, Alijon aka. Bu xatlov nima o'zi? Masalan, siz ro'zg'or boshisiz-a, uyingizga nima kerak, qancha kerak, nimaga kerak bilasiz. Shunga qarab ro'zg'orga harakat qilasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Endi biz ham davlat uchun bitta ro'zg'ormiz aka. Agar bizga nima kerakligini, nimaga kerakligini, qachon kerakligini bilib tursa, bizga yordam berishi osonroq bo'ladi. Shuning uchun xatlov o'tkazilyapti ekan. Qizim. Yana svet o'chib qoldi. Kechagina to'g'rilab ketishgan-ku. Ha, yaxshi. Ha, mayli, men hozir sekretarga qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Gavharoy, hamma ro'yxatdan o'tib, faqat siz qolsiz. Opajon, hozir elektrosvetga qo'ng'iroq qilib olay, keyin. Gavharoy, davlatimiz ham qancha elektr, qancha gaz sarflaganini hisoblab, shunga qarab turib pul ajratish kerak. Gazga, suvga, elektrga qancha pul o'tkazishini hisob-kitob qilish uchun, muammolarni hal qilishda, to'g'ri ishlash uchun ro'yxatdan o'tish kerak, Gavharoy. Shunaqa deng? Ha? Bo'lmasa, ro'yxatdan o'tsak o'tamiz-da. Qani, ketdik. Mana bo'ldimi, opajon? Voy, bo'ldi, Gavharoy, bo'ldi. Bo'larkan-u. Sog' bo'ling. Aholini ro'yxatga olish farzandlarimiz uchun munosib kelajak qurishga xizmat qiladi. G'offorova. O'zingiz kerak edingizda yaxshi uchrab qoldik. Assalomu alaykum. G'offorova. Xatlovdan o'tdingizmi yo'qmi? Nimaga o'tishim kerak? Voy, men sizga o'zim tushuntirib beraman. Yuring. Vazir Qaror Niyoz. Vazir Sardor. Ha? Nimaga o'ylanasan, rolingni o'yna. Nima qilyapsan? Biror muammo bo'lsa ayt. Kontrakt to'lashim kerak. Uni ustiga sinimi ham kontraktini to'lashim kerak. Hali telefon qilib boshni xotirayapti. Ro'yxatdan o'ting. Bu deb. Sen nima deding? Vaqtim yo'q dedim. Sen ahmoqmisan? U ro'yxatdan o'tganingdan keyin qayerda o'qishini, nechta odam o'qishini, nima ishlar qilishini, qayerdan solinyapti, hamma narsani biladi-ku. O'shandan senga imtiyozlar, yordamlar ajratadi-yu. Ahmoqmisan sen? Bor tez o'tib qo'y. Ha, tushunarli. Demak, bu hamma narsadan zarurroq ekan. Sizlar boshqa sahnani o'ynab turinglar. Men borib ro'yxatdan o'tib kelaman. Xo'p? Bo'pti. Men sizga aytib beraman. Yana zarur. Shu mahallamizga bitta svetofor qo'yib qo'ysa bo'lmaydimi? Mana, yana SMS keldi. Mahalladan ro'yxatdan o'ting. Men nima darddaman-u? Bular nima deydi? Opa, siz ro'yxatdan o'tsangiz, ana shu svetofor muammosi hal bo'ladi. Qanday hal bo'ladi? Misol uchun, siz yashab turgan mahallangiz infratuzilmasi o'zgarish uchun svetoformi yoki bo'lmasa yo'l qoidalari belgilarimi qo'yingki, barchasi bo'lishini xohlasangiz, davlatimiz bizga nima kerakligini bilish uchun biz albatta ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ha, shunaqa-ku. Unday bo'lsa, men o'ylagandan ham zarurroq ekan-da. Albatta. Hoziroq ro'yxatdan o'taman. Prezidentimiz farmoniga ko'ra aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilmoqda. Mamlakatimizning rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Ro'yxatga olish jarayonida faol qatnashing.